Tezroq janob mer yoniga borib kelay. Stop. Televizormi? Men yoshligimda futbolist bo'lishni orzu qilganman. Endi orzumni amalga oshiraman. Va mana, oyog'im. Yomon qattiq narsa ekan. Bo'ldi. Qarochi bu televizor menga yoqib qoldi. Endi bu televizorni olib ketaman. Lekin oyog'imni yomon og'ritdi boru. Sen televizor boqgan ishing uchun hali javob berasan. Seni uyimga borib qo'yayin. Seni yaxshilab qiynayman qarochi. Bu televizorda uyimga borib qo'yib maza qilib ko'rib o'tiraman. Jahon chempionatini ko'raman bu televizorda. Xo'p, hozir qayoqqa o'rnashni o'ylab ko'rish kerak. Uyim hali to'liq remont bo'lgani yo'q. Atak mana shu ustiga qo'yib qo'ysam, o'zi stulga o'tirib, qani, yonmayapti-ku bu. Tushunmadim. Rostdan ham yonmayapti. Nima qilaman? Yonmaydi televizorni men bo'lmasa bu yoqqa olib kelib. Yaxshisi buni olib borib JTlarga sotib olaman. Aldab sotmayman, aytaman. Ko'rsatmaydi bu televizor. Prosta sotmoqchiman. O't bilan o'sib ketyapti. O'zi yaqinda, mana tozalaganim ham yo'q hali. Bu uyga yangi ko'chib kelganman. Esinglarda bo'lsa agar o'tgan galgi videoni ko'rgan bo'lsanglar, bu 97-qishloqda bir eski versiyasi. O'shanga ko'chib kelganman. Voy JTlar, diqqat, qaravorlaring. Mana bu televizorni sotaman, olasanlarmi? Bu qara televizor bu surka bu televizor emas-ku. Jinnimisan bu? $50 turadigan televizor. Bu bobomni, otasini, momasini, onasini, bobasidan qolib ketgan televizor. Tushunyapsanmi? U senga kim bo'ladi u? Menga bilmayman, kimdir bo'ladi. Xullas o'shandan qolib ketgan televizor. Qayerdan bilding o'shandan qolib ketganini? Borib so'rab keldim. Xo'p, men qiziqtiryaptimi shu tani? Men bilmayman, o'sha topib oldim qarochi. Sotilaman shu televizor. Kim oladi? Aytinglar, oladiganing bormi? Men olmayman. Sen o'z burning tepaga bitib qo'ygan, sen kibrmisan? Men bo'lib pastga qarab gapir. Nech pul deyapsan? $200. Nima? $200 men bitta ikki xonali uy ichida yangi televizor borlisa olaman. Sen cho'milging kelmayapti mabodo? Nimaga unaqa deyapsan? Bor cho'milib chiqqin. To'xta. Sen bor cho'milib chiqqin. Ashyoda o'tir, xo'pmi? Asabimga tegma, asabim yomon. Bo'ldi, qarochi sotmayman. Olmasanglar olma. Olib borib uyimga qo'yib qo'yaman. Dekoratsiya bo'lib turadi mayli. Kerak emas unaqa. Ko'raman, o'tirmayman. Telefondan ko'raman jahon chempionatini. Hozir bu televizor rostdan ham juda ham eski televizor ekanda. Mayli, hech narsa qilmayman. Shu yerda turadi. Buni olib qo'ymayman ham, mana shunda tursin. Men uyni remont qilishim kerak undan ko'ra. Kecha bir ikkita joylarini o'zgartirib chiqaman deb turgandim. O'shalarni o'zgartirish esimdan chiqib qolibdi. Hozir birinchi mana o't o'lanlarni yig'ishtirib chiqish kerak bo'lmay. Bu yerda qizil blok ham bor ekan, yaramas. O'shalarni ham hammasini birdaniga tozalab olish kerak. To'liq tozalab bo'lganimdan keyin esa televizor ko'rsam, televizor aytgancha ko'rsatmadi-yu, qanday ko'rishim mumkin. Tak, mana bu yerda ortiqcha momnaqa yer bloklarni ham qo'yib tashishgan. Kim qo'yib ketgan ekan, bilmadim. Xullas JTlar menimcha bu yerda oldin yashashgan olib bilan. Mana bu yerda ham bor ekan bir ikkita shunaqa narsalar. Bu yerda o'rgimchak to'ri ham bor ekan. O'tgan galgi videoda endi boshlagandim remont qilib, lekin vaqt yetmay qolgandi. O'shaning uchun ham remontini to'xtatib turgandim sizlar ko'rishinglar uchun. Endi sizlar ko'ringlar deb remont o'tgan uchun sizlar ham kanalimga obuna bo'linglar. Men sizlar uchun maksimalni harakat qilib har kuni video chiqarishga harakat qilyapman. To'g'ri, har kuni 5 ta video chiqarishga harakat qilyapman. Sezyapsizlarmi 5 ta video chiqayotganini yo prosta sezmayapsizlarmi? 5 ta video chiqaryapman. Вообще charchab ketyapman. Kun bo'yi kompyuterda oldaman sizlarga video olaman deb. Sizlar esa obuna bo'lmayapsizlar ham, video oxirigacha ko'rmayapsizlar ham. O'shaning uchun bunaqa bo'lmaydi. Obunachilar, haqiqiy obunachilar bunaqa bo'lmaydi. Uyimni oldini mana bu yerni tosh qilib qo'ysam, menimcha normal tursa kerak. Men bu yerda zinani ham olib tashlash kerak, chunki bu yerga zina nima kerak? Zina joyiga mana blok tursa, on takom bo'lib turadi. Qaranglar, вообще bir ikkita zinalarni yana endi to'g'rilab olsam, menimcha chiroyli chiqadi. Tak, bizda verstak bor. Ya'ni to'g'ri, menda, sizlarda yo'q-ku, bizda deyapman. Menimcha 40 tasi yetib qoladi. Normalli bo'lsa kerak. Xo'p, buni qo'yaman. Takoy chiqyapti menimcha. Uyimning ichidan qandaydir ovoz eshitilyaptimi? To'xtanglar. Uyimga kimdir kirib olib qo'shiq aytyaptimi? Nima qilyapti? Qani? Bu yerda hech narsa yo'q-ku. Muzlatgichim noto'g'ri ishlayaptimi? Yo'q, muzlatgichda hech narsa bo'layotgani yo'q. Tushunmadim. Bu televizordan chiqyaptimi ovoz? Qandaydir qog'oz otyaptimi o'zidan? Jinni televizor ekanki, bu qog'oz otyapti o'zini-o'zi. Qanday qog'oz ekan bu? Qani? Mana bu yerda ekan, mana topdim. Qani, nima ekan? Xarita? Qanday xarita ekan bu? Xazina xaritasi. Rostdan qanday xazina xaritasi? Qayerda bor ekan bu xarita? Xazina. Hozir to'xtayman, qo'lim qiyshiqligidan qo'yib yuborganim. Bu tomonni ko'rsatyapti. Demak, shu tomonda qandaydir xazina bor. Lekin aniq ko'rsatilmagan ekan. Mana bu tomonda qandaydir bino bor ekan. Mayli, hozir boraman. Avval uyimda remontini to'g'rilab olishim kerak. To'g'rilab bo'lgandan keyin borib kelaymi yo avval boraymi ekan? Avval bora olmayman-da, chunki uyimda remont qilib ketadi. Keyin avval boradigan bo'lsam, sal sabr qilib tursanglar, obunachilar, borib ko'rsaman. Nima borki, o'zim ham qiziqib ketyapman, lekin rostdan normalniy narsa bormi ekan? Bo'lsa kerak, normalniy narsa. Tak, hozir to'xtanglar.
tepaga qanday chiqsam bo'ladi ikkinchi qavatga? O'sha uyim menimcha chiroyli chiqyapti. Sizlarga yoqyaptimi yo'qmi kommentariyaga yozaveringlar qani. Kommentariyalar hammasini o'qib chiqyapman. Bilayotgan bo'lsangiz javob yozyapman maksimalni. Endi sizlarni yaxshi ko'raman obunachilar, o'shaning uchun ham yozyapman hammaga. Tak, bu yerga bitta qo'yaman. Bu yoqqa ham. Lekin qanday xazina bor ekan, oltinlar, tillalar, yana pul bo'lsa mazza bo'ladi. Bitta mashina ham bo'lsa, o dahshat bo'ladi. Chetlarga maqtanib yurardim, mashinam bor deb, lekin topib olganimni aytmasdim. Chunki sotib oldim derdim, o'zim mehnatim bilan erishdim derdim. Men kreditga odamlar kreditga mashina olib turib maqtanyapti, o'zim olganman. 17 yoshimda palon mashinani oldim deb. Men ham 18 yoshimda mana topib oldim deb maqtanaman-da keyin. Bo'ldi, normal. Uyimda remont tugadi. Bitta yana qo'shimchalar qo'shishim mumkin qachonlardir. Sandiq bor edi menda. Men shu kerak emas narsalar hammasini shu yerga sovuraman, baribir ishlatmayman-ku. Tak, bu narsalarning keragi yo'q endi. Buni ham kerak yo'q. Tak, bu yerdan bu narsalar kerak bo'lib qoladi. Ya'ni o'sha xazinani olib olish kerak bo'ladi. Qurol ham kerak bo'ladi, to'xtanglar. Mana bu narsa bor, bu narsani joyi bor o'zini, o'sha joyiga qo'yib qo'yish kerak. Ya'ni bunday qilamiz, bo'ldi, joyi mana bu yerda ko'ryapsizlarmi? Tayyor. Ana endi xazina bor joyga boramiz, lekin xonamni ko'p qorong'i ekan, qachimda ko'ngil olib kelaman. Tak, xazina ko'rsatilgan joyga qarab let's go. Davay, shu tomonni ko'rsatyapti. Tak, endi hali ham shu tomonni ko'rsatyapti. Bundan boshqa tomon qayerda ko'rsatishi mumkin? Bu yerlar kim o'yib ketdi? Kimdir o'yib ketgan shekilli. Tak, shu tomonni ko'rsatyapti. Yo'q, adashib qolyapman, to'xtanglar, bu tomonga ekan. Keyin esa bu tomonga. Mana otlarmi ekan? Ot xazina bo'lmaydi-ku. Qanday bu kalla bilan qanday fikrlayapman? Bratonni qaranglar, takoy. Brat bitta meni mindirmas ekan. Tak, endi shu tomonga qarab ketaveramiz. Cho'chqani xazina emas, chunki u harom. Harom narsa xazina bo'lishi mumkin emas. Tak, shu tomonga to'g'ri ketish kerak deyapti. Daraxt ustida bo'lmasa kerak, daraxtni tushayin tinchgina. Tak, shu yerni ko'rsatyapti, lekin bu yerda hech narsa yo'q-ku. Balki yer taydadir, yer tayini qazib ko'ramiz, davaydi. Yer tayida ham borga o'xshamayapti. Mayli bir ikkita blok qazib ko'rayinchi, balki yer taydan chiqib qolar. Chiqmasa ham baribir mana yerdan bir ikkita tosh olib ketganim ma'qul. Tak, hozir yo'q, chiqmayapti baribir. Mayli, mana yerdagi yer bloklar mashina chiqib ketadi tinchgina. Baribir bu yerda xazina chiqadiganga o'xshamayapti. Bo'pti, chiqmasa kerak bu yerdan rostdan ham. Tak, nimalar qilib tashadim bu yerni. Bo'ldi, mana cho'tga. Lekin hech qanday xazina ko'rinmayapti. Balki adashgandirman. Yo'q, qanaysiga adashishim mumkin. Bir adashiladigan joy emas-ku. Tak, xazinani ko'rsatayotgan xaritani o'zi adashganmikan yoki? Yo'q, xarita adashgani qayerda? Stop. Bu qanaqa bino? Demak, rostdan ham mana shu bino ekan. Bo'ldi, xazinani topdim. Yo'q, endi men boyman. Menda boyvachchaman, menda sultonman. G'arib bir onaga g'arib o'g'lonman. Buni eshik qani? Bu yoqdami ekan eshik? Yo'q-ku. Tak, bu tomonda ham eshik yo'q. Bu tomonda ekan, mana ekan. Yo'q, ochilarmikan qani? Tak, ochilmayapti-ku. Qanday ochaman buni? Uzoqdan kelib turib bitta yelga qo'yaman, ochilmayapti. Yana bitta yelga qo'yaman, ochilmayapti. Bosh qo'yaymi ekan? Bosh. Oha, boshim toshdan bo'lgani yaxshi, ko'ryapsizlarmi? Yoshligimda duo qilishgan boshing toshdan bo'lsin deb. Mana o'sha ochyapti, ko'ryapsizlarmi? Foyda beryapti-da bosh toshliga. Xazina menimcha mana shu sandiqda bo'lsa kerak. Yo'q-ku bu sandiqda. Tushunmadim. Balki verstakni, verstak. Mana uning ichidadir. Yo'q, buning ichida qum bor ekan. Nahotki xazina bo'lmasa? Balki stop, kravatning tagiga qanaydir bo'shliq bor ekan. Menimcha kravatning tagida bor o'sha xazina, obunachilar. Biz o'sha joyni topdik. Endi men boyman. Endi meni bemalol Jo'xa boy deb chaqirsanglar bo'ladi. Avval xazinani ovolayin. Tak, kravatni to'xtayman, qo'yib qo'yayin, egasi kelib qarasin bu yerda teshik borligini yo'q, ikkazini o'zi yashirib ketgan-ku aytgancha bu yerga. Tak, tushishim kerak emas pastga. Qani asta tushamiz bu yerdan endi. Chiqolmas ekanman kamal. Shu boylikmi shu endi? Shu xazinami? Nokia telefon. Yo'q, Nokia telefon qanday xazina bo'lishi mumkin? Yo'q, meni aldashdi, bo'lmaydi bu. Umuman aldashdi meni. Tak, nima qilaman endi buni? Buni olib borib o'sha joyga qo'yib ketaymikan? Balki qimmatga ketar bu telefon, o'shaning uchun ham xazinadir. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Balki boshqa joydadir. To'xtanglar, boshqa joylarni ham qazib ko'ray. Ba'zi joylarda mana kutubxonaning tagida bo'ladi xazina. Bu yerda kutubxonaning tagida xazina ham yo'q, boshqa narsa ham yo'q. Ba'zi joylarda esa burchakka bo'lib eshikning oldida bo'ladi. Bu yerda ham bo'lishi mumkin. Bu yerni ham qazib ko'raman. Bu yerda ham yo'q. Nahotki qayerda bu? Yo'q. Nima qilsam ekan? Bo'ldi, shu Nokia uchun shuncha vaqtimni sarflagan ekanman. Nima edi?
nimadir o'tib ketgan. Ot ekan. Obbo, ot qochib tur. Tak, nima qilaman bitta shu telefon uchun men shuncha joyga keldimmi? Rostdan ham shu telefon uchun kelganga o'xshayapman. Mayli, bu telefonni olib borib JTlarga sotib yuboraymikan yoki nimadir qilish kerak. Bunaqada bo'lmaydi. Bu telefon uchun men shuncha joyga kelgan bo'lsam, prosta vaqtim jalga ketdi rostdan ham. Men xazina normaligina xazina bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Nima qilsam ekan? Nima qilaman endi bu telefonni? Yo sotib yuboraymikan? To'xtanglar, aytgancha bu telefonni hali ishlatib ko'rganim yo'q. Balki zo'r telefondir, balki Nokia bo'lgani bilan bitta knopkasini bossam iPhone 17 Pro Max ga aylanib qolar, keyin qimmatga sotsam bo'lar. Tak, hozir yoqamiz. Qanaqadir g'alati ovozlar eshitilyapti, lekin yonmayapti-ku. Nima qilaman bo'lmasa bu telefon menga vaqt kerak yo'q, bu mustur ekan bu telefon, to'g'risini aytsam. Lekin chiroyli telefon ekan. Mayli, hozir bu telefon, televizor, chaqa eski tuski narsa, eski tuski yig'aymikin? Ko'chaga chiqib eski tuski olamiz, konditsioner, xolodilnik, muzlatgich. Yo'q, unaqa u biznes bo'lmaydi, u g'alati biznes bo'lib qoladi. Unda nima qilay? Bilmadim nima qilishni ham. Aytgancha ko'mir olib kelmoqchi edim. Mana xarita paka shu yerda tursin. Mana tosh ham shu yerda tursin. Borib ko'mir olib kelayin. Nima qilsam ekan bu televizor, nima edi, telefon. Paka buni sandiqqa mana bu yoqqa solib qo'yay, hech kim ko'rmasin buni. Qurolim ham hozircha menga kerak emas. O'q-dorisi o'zimda turaversin mayli. Xo'p, borib bir ikkita ko'mir olib kelay. Xonamda ichi qorong'i bo'lib turibdi, yoritishim kerak. Adashmasam shu yaqin atrofda qayerdadir ko'mir bor edi. Adashayotgan bo'lsam, lekin vaqtimni sarflagan bo'laman. Adashmayotganimga ishonyapman. Sababi avval bu yerdan ko'mir olib ko'rgandim. Qayerdaligi esimda yo'q. Menimcha shu to'g'riga qazib ketaversam yo'limdan chiqib qolsa kerak. Qazib olganimdan, mana chiqdi, ko'ryapsizlar? Bilaman-da, o'zi men ichki organlarim sezadi, yuragim his qiladi. Bu ko'mirni butun temirni ham his qiladi. Hali temir topganim yo'q. Qachonlardir his qilganda o'shanda olsam bo'ladi. Pechka ham yo'q uyimda. Bitta pechka ham yasab olishim kerak narsalar pishirishim uchun. Xullas, noldan kuchayyapman, ko'ryapsizlar bu yerda. Eski tuski uy bor edi. O'sha eski uydan vobshe pik darajaga ko'tarilib ketdim, bo'ldi. Buncha ko'mir JTlarga ham qolsin. JTlar olmaysa, aldan keyin kelib o'zim qaytadan olib ketaman yana. Temir, tosh, nechta 3 ta pechka yasashga yetadigan tosh oldim. Bu yerda yana o't o'sib chiqyapti. Bularni olib tashlagandim shekilli. Urug' bormikan bu yerda yoki? Urug'i yo'q, urug' qayerdan bo'ladi? Hozir pechka yasayman, sirazi ikkita yasab yuborayin. Ikkita baribir ortiqchasi bizga hech qanday zarar tegmaydi. Ikkita pechka qayerga qo'ysam bo'ladi endi bu pechkalar? Bittasini kaneshni berib qo'yaman. Bittasi yetar ekan, o'zi bittasi kerak emas. Tak, buni ichiga ko'mir solib qo'yaman. U bittasidan fakel yasayman, shu yerda tursin. Fakel yasamasa bo'lmaydi-da, xona ichi qorong'i bo'lib qolgan. Bu menga cho'p kerak. Cho'pni qayerdan olaman? Mana uni cho'pga aylantirib yuboramiz kaneshni. Tak, cho'pga aylantirib yuboramiz mana. Xo'p, cho'p kerak. Jabuncha cho'p kerak emas menga. Bitta cho'p ham yetardi. Tak, qo'yamiz. Fakel yasadik. Tamom.